Bo'ldimi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Muhtaram azizlarimiz, mana bugun ham Allohning fazli marhamati, lutfi inoyati bilan ko'pchilik saxovatpesha, oliy himmatli mana shu mahallamizda, ikkala mahalla Nurhayot va Sohibkor mahallalarida, qo'yingki bu mahalladan bo'lmasa ham boshqa mahallada yashasa ham mana shu xayriy ehson karvoniga o'z hissamni qo'shayin deb turib himmat kamarni bog'lagan muhsinin birodarlarimiz borki, barchalardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Mana bugungi qadr kechasidan oldin mana shu ehson karvonini tashkillashtirishlikka muvaffaq bo'ldik. Mana shu barcha siz azizlarimizning nimalari, himmatlari evaziga. Mana bir nazar ko'rsating, necha xil mahsulot bo'ldi? 15 xil. Alhamdulillah, Allohning fazli bilan 15 xil mahsulotlarimiz bo'ldi. Ehson egalaridan Alloh taolo rozi bo'lsin. To'g'risini haqiqatni aytish kerak. Ba'zi borayotgan xonadonlarga bu mahsulotlarimiz, ba'zi o'rtahol xonadonlar ham havas qiladigan narsalarni berib olishgan. Ya'niki o'rtahol odam ham ba'zida olishga iymanadi, qo'ldan kelmasligi mumkin. Lekin biz o'sha muhtoj xonadonlarga aynan o'rtaholdan ham ko'ra yaxshiroq darajada muhsinin ehson qiluvchi birodarlarimiz yaxshi narsalar sifatlarini beryaptilar. Ya'ni mana shu ehsonlarni. Bu ham Alloh taoloning kalomiga muvofiqki, Alloh taolo aytgan kalomida va yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ular ya'ni haqiqiy mu'minlar o'zlaridan ko'ra o'zgalarni isor afzal ko'radilar, agarchi o'zlarida ehtiyojmandlik bo'lsa ham. Ba'zi oralarimizda ehson qilgan birodarlarimiz borlar, masalan, kartaga ham tashyapti 50 ming, 100 ming. O'sha xonadonlar mana bu narsalarni ko'rsa, men ham xonadonga ola olmaskanman-ku bunaqa narsani deydigan darajada ehson tashkil qilindi. Bu ham barcha shu muhsinin birodarlarimiz nimalari ehson deganda arzimas narsani emas, zo'r narsani qilishlari. O'zi aslida shunaqa. Ehson qilaman degan odam ehsonidan qalbini to'rida o'ziga yoqimli bo'lgan narsasidan bersa, savobi ko'proq bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo huzurida ajri ham ziyoda bo'ladi. Inson o'sha ehson qilganning o'zi ham qalbi munavvar bo'ladi. Chunki o'zi yaxshi ko'ruvdi o'sha narsani. Lekin o'sha birodarim, o'sha xonadon, muhtoj xonadon, nogironi bor ekan, kasalmandi bor ekan, yetimi bor ekan deb himmat kamarni bog'lab bergandan keyin, demak buni hisobini Alloh taolo o'zi biladi, ajrini ziyodalashtirib beradi. Alhamdulillah, barchalaridan Alloh taolo rozi bo'lsin. Mana ikkala mahallaga, Nurhayot va Sohibkor mahallalariga imkon qadar bugun ana tarqatishlikni harakatini qilyapmiz. Amin. Alloh subhanahu va taolo barcha muhsinin birodarlarimizdan ehsonlarni qabul aylasin. Mana bugungi ehsonlarimiz alhamdulillah yaqin 33-35 ta xonadonga 20 million so'mlik mana shu taom, ya'ni oziq-ovqat nimalarini yetkazib berishga mahsulotlarni harakat qildik. Alloh taolo jami muhsinin birodarlarimizdan rozi bo'lsin. Allohu akbar. Xonaga bu mahallada turmaydigan, ehsonga qo'shilgan bolalar bor, akvachi bolalar. O'zimizni Toshkentdagi elektr sektor bolalar haqiga vaqt. Qani o'shani ham oling. Mana muhtaram azizlarimiz, bu mahallamizda bo'lmagan, boshlanishda ham aytib o'tdik, yana takror aytamiz. Bu mahallamizdan bo'lmasa ham boshqa mahallada turib, shu mahalladagi muhtoj xonadonlarga yordam berishlik uchun yordam qo'lini cho'zgan birodarlarimiz, elektr ehsonchilar, elektrositdagi yigitlarimiz, borlariga Alloh taolo baraka bersin, ehsonlarni qabul aylasin. Yana bulardan tashqari ham boshqa qancha birodarlarimiz borki, ular shahardan bo'lib yoki qanchalar bir korxona nimalari, barchalarning himmatlariga mana masalan kichkinachilar o'zlarining himmatlarini ayamasdan o'zi 10 ta desam o'tkazar 100 ta qilib jo'natishdi. Bu degani mana 30 ta bugungi 35 ta xonadonga yana bularning mahsulotlarini berib yuboryapmiz. Alloh taolo barchalaridan rozi bo'lsin. Salomat bo'lsinlar.